Hozir mana Cardon radariga qarshi kelyapmiz. Летим. Cardon Pro radariga qarshi kelyapmiz. Oldimizda Cardon radari bor. Кардон. 100. Deteksiya Cardon Pro deyapti, bunda yo'q. На 100. Кардон. Кардон. Endi topdi. Снижайте скорость. Cardonni endi aniqlashtirdi. Tezlik 100. Mana shunaqa tezroq yurib ko'rsatib beringlar. 500. Bu kerak emas, 30 km/soat tezlikda 260 metr orqasida olgan. Kimga kerak? 260 metr. 100 km bilan ko'rsatib beringlar. 100 lik joy bo'lsa agar. Mana Cardon. 200. Mana shu radarchi. Orqasida yurib beringlar, ikkita polosali emas. 4 ta polosalida yuringlar, mana chetda turibdi. Qani ko'ramiz qanaqa olar ekan radar detektoringiz. Кардон. Yolg'onchilar, maqtanayotgan, baqirayotgan yolg'onchilarga bu обращение bo'lyapti, sizlarga обращение bo'lyapti. Mana shunaqa test qilib berish so'raylar. Kelib o'zingizlar qilinglar test. Qani ko'ramiz qanaqa natija bo'lar ekan. Shoshmanglar. Kalta fikrlamanglar. Bitta radar emas, O'zbekistonda o'sha radar emas, faqat o'shadan siz o'tmaysiz-ku, to'g'rimi? O'sha yerda yashaysizmi siz? O'zbekistonda qancha Cardon bor? Boshqalarga ham test qilish kerak. 30 da kelib emas. Davom etamiz.